Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uyimizda 39 kollejning arkasında birinchi etajda 2 xonali 60 kvadrat bo'lgan kvartiramizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Tomoshabni davom etinglar do'stlar. Yetdik esa ichallar bilan tanishtirib o'tamiz. Kvartiramiz ham girib keldik yana. Yetib keldik kvartiramiz ham. Girganimizda eshiklarimiz opshib ketilgan demir eshiklardan qo'yilgan. Devorlarimizda super mo'yshi oboylardan urilgan atachin oboylardan yaxshisidan. Birimize işini pijazlı zakon dekor panellardan qo'yilgan chiroylatib. O'ng tarafimizda rakovina mestamiz oladi. Har bir xona uchun avtomat tashlab o'tilgan bo'ladi do'stlar. Sonda birinchi chetdan ko'rsataveramiz. Kuxnyamizga girsak, kuxnya mebellar bilan jihozlangan do'stlar. Gazi ega kvartira. Birinchi etajda 2 xonali kvartira. 39 kollejning arkasında. Nastenlik yo'llar ham qo'yilgan. Registrlar tashlab o'tilgan do'stlar. Eshiklarimiz ham MDF eshiklardan qo'yilgan. Pollarimiz laminat bo'latilgan do'stlar. O'ng tarafimizda zalimiz oladi. Zalimizga kirganimizdan 4-6 tush oladi zalimiz. Perdelerimiz chiroyli turistik perdelerden tikilgan. Devorlarimiz super mo'ysha bo'lgan atachenta bo'lgan urilgan. Lyustralar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Televizor zonamiz ham dekor panellaridan napshib ketib bezatilgan chiroylatib. Televizorlar ham qo'yib tayyor o'tiribdi. Eshiklarimiz yaxshi sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan. Ajoyib pulli eshiklar. Spalniyaga keladigan bo'lsak, spalnimiz ham 4-5 o'p tushgan oladi. Spalnimiz do'stlar perdelerimiz jaluzi perdelerden qo'yilgan. Registrlarni yaxshi sifatlisidan, turistikisidan qo'yilgan registrlar ham do'stlar. Akvaplastik aynalar ham qo'yilgan. Lyustralar ham chiroylisidan, turistikisidan ko'p to'lagan do'stlar. Patologlar ham gipsakardan figura qilib bezatilgan. Pollarimiz laminat pol aytib o'tganimizdek. Sanuzeline geçsek dar katalka kafirler vurulgan, aristolla koyulgan, unitazlar ham qo'yilib, tayyor holatında. Birimizde kirmaşın için to'shga to'salgan. Do'stlar ko'rib turganlaringizdan kirmaşın için to'shga to'sab o'tilgan. Eshiklarimiz akvaplastik. Eshiklar qo'yilgan. Eshiklarimiz. Do'stlar, sizlarga ko'rsatamiz degan kvartiramiz shu yerda. 39 kollejning arkasında taza doğumlu, yangi doğumlu birinchi etajında 2 xonali kvartira 60 kvadrat 2 xonali kvartirani obzorini ko'rsatib o'tdik do'stlar. Pulini to'xtaladigan bo'lsak, pulini 490 million deb turibdi. Ozgina kelishadigan yeri bor. Kimni qiziqtirgan bo'lsa, ekrandan nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar kelib, kelishtirib belladi. Uy egasi bilan so'rashib, kelishib olaverasizlar do'stlar. Asayam menga sog'lik salomatlik tilagan holda keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz do'stlar. Like, podpiskandan chiqarmanglar do'stlar. Kimda kim uy joyini sotmoqchi bo'lsa, ekrandan nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar sotib ham beramiz, topib ham beramiz do'stlar. Keyingi roliklarda görüşguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.